Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi mana. Bu high-tech fasonda temir eshik. Bu почти darvoza desak ham bo'ladi. Hajmi juda katta bo'ldi. Uzoqroqdan ko'rsatamiz mana. Oynalari, piramidalari, nerjaykalari bir narsasi o'ziga yarashib turibdi mana. Temirdan qalinligini mana bundan ko'rsangiz bo'ladi. 1.7 stenkadan ishlangan. Bu listlarimiz ham 1.7 listam bo'ldi, 1.7. Yaltirab turgan joylari kumush rangli nerjaykadan bo'ldi. Aynalarımız stekla paket oldu. Двойной. Alt tarafı yodoviy, arka tarafı ak oldu. Şanellarımız Zaoskoy şanellardan koyduk. Zakazın buyurtmaçığı talebine göre. Yan taraflarda tepe kısımlarında da nerjayka yoğuşturulgan. Zamoktun ruchkasi uşağın paytinizde katta eshik bo'lgani uchun, mana katta eshik bo'lgani uchun o'zi katta. Ruchkaga navbatdoshmasin, ruchkalardan qo'yganman shularda. Bu işlerimizden aldığım arkasam hemme joylar qalin materiallardan oldu, profiller ham qalin oldu. Kraskalar aldım. Gruntovka, keyin kraska, keyin asfaltlarda juda qalin qilib sepamiz. Juda qalin qilib. Kimga shunday temir eshiklar, darvozalar, kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mangiz shahri Kichik sanoat zonasida ishlab chiqarish korxonamiz. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like'larni bosing, tushunmagan savollarni izohlarda qoldiring. Tanıştırışlarınız temel işlere kızık bo'lgan bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Bizni yo'qotib qolmasin, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.